mübarək bulsun. Ana balam olunuz. Ha, ma'qul aka. Buldu. Ma'qul ha? Ha. Nafisa. Sizga desamchi qarang, bizning shirkat yaqinda bir cho'ng ishni olibdi. Demak, erta bizning maoshimizni bir o'tadi degan gap. Haras, sizning ma uydagi buzuq to'nlatqini almashtirayotgan zotiga. Biz erta pulni qas yana bir olaylar. Avval oldingi olamagan 2 oylik maoshingizni bu bir gap bo'lsin ha. Hey, bu nima deganing sende? Cho'pchon shirkat turib, o xizmatchilarning maoshini bermaydi qayshulamda. Ya, cho'qim berdi. Haras, biz ma yaqin ishlagan bir film bor, qarang, Mordi film deb. Ashdan tashviqot film o'zimizning ko'payq, ha? Mening pek uyqum kelib ketdi sheyli. Voy, yurisiz. Shu meni atiyalik saylar azammas, men shun kelgandim. Puldansa? Ma'qul. Hey, ma uyning shikoyatga jarsa to'shib qoldi degina. So'zlasam Mushnam so'z yetamsan deyman-da. Sana yilma bek yo'l qo'yatdim. Qarama. Bu cho'pchong erkish olgandikin, o'zing gapga turgancha qimsonman deyman. Aka. Ha, bilib turibman, menmi chiq yaxshilik qilyapsiz. Menga 2 kun vaqt turing, ha, 2 kun ichida cho'qim pulni qaytarib beraman. Ha? Juma? Ma'qul, ha? Endi chiqina. Ha, ma'qul. Ma'qul hamsa. Unda sa, yo'l avaylabroq. Yo'q qilasiz, ha? Aras, men ishdan tushishdan burun do'stlarim bek maqtagan meni. Ajab pashtiniki quruq qozon formasi deb. Buni ganga o'qib yandoq, yo'q, ho'ga o'qib yandoq chiqib pishqandan keyin faqat unda kuchli quruq yo'q deydi. Bozordagi hozir xil mahsulotlardan farq yo'q ekan. Shu og'az kelganda meni pishirib turing, ha? Zo'ri bo'lmasa bundan pul buzmayli. Shu bozordagi xil mahsulotlarga qaraganda farq bor ekan deb og'az kelganda shu. Anda qarang, sizga bir gapni deydigandim. Ha, do'stim Qaysarni bilsiz-ku? Shu opsi doktorxonaga kirib qoptiki, og'rib qolib. Shunga hozir pul turibdi. Nima? Siz menga mana chiqdim degichonman. Baş. Shu Xalqning qiyinchilik o'z bizning qiyinchiligimiz yo'qmi-kan? Ha? Talloq ishlamda yo'qmi? Biz ma uyni ijoratini to'layolmasak, sizning shu har oyda totgan filmlaringiz shu oqmas 2600 ga topsiz. Ma bizning uyni xarajini chiqarmasa shu 600 ga qoldi, nimda qilsiz? Siz oqmas pulingiz 2 oy bo'ldi, yap bulamat qilay. Bundan keyin qandoq turmush kechiramiz? boshqa boshqalar yordamga muhtojsiz, yordam qilsa qanday oldu? Yaqin do'stim tursa meniki u. Ha, mundaqda. Akangiz bek mo'ymoqchimamdi. Unda siz bundan keyin akangiz bilan uy tuting. Na akamdan. Voy, nima bo'lsa chiqib. Biz ma to'y qilmay, ma uy turayotgan 2 yilda eshib ketdi. Nima qilasiz? Musallamdagi akamdan og'zingiz paranglashmayman. Ha, qo'lim qo'shnaman qandoq nazarda qaraydi? Siz uni o'qimaysiz, men o'qiman. Meni shu mushdan numusdan dapsani qilmoqchimisiz? Biz cho'qim to'y qilamiz. Lekin bizga ozroq pullar bor. Shu. Sana bir Adaş, pulni qachon bersizlar? Aka, ma oylik maoshni tezroq bir tarafga olib olaman. Bizni uyni ahvol o'zingiz bilsiz. Ma bir yordam qilasiz bitti. Bizning shirkat ahvolini o'zingiz bilsa. Bununla asıl amanlık. Qani sizlarning lobininglar, ha, 2 oyda bir mashiyamga qanday loba? Men tutib. Qani xo'jayininglar 2 oy. Qanday xo'jayin u? Ya tul jidaltirayman deb hamqilib qo'ymang. Aka, hadi xapolmang, ha. Siz kirib turing, ha. Bo'ldi, qilamsiz yo'qmi? Yuzimni to'kib. Yuzini to'kib? Sizda yuzini to'kishni qilib ekansiz, ha? Siz ash voydab ketgan odamlaringizni 2 oylik mashinangizni aytganmisiz? Bundan keyin men bilan bilib turman deb ham xayol qilmang. Pul degan. Setolda. Bu ishim qilaman.
Bugün şirketki nimqig'ingizni nimqilib qo'y. Hep nimqatsiz. Ya. To'g'ri. Men pullarni to'layman. Menga shu pul lozim. Bizning hozir turmushimiz mushtaq tursa, ajabo bizga pul lozim emasmi? Ha? Bizning hozir mush uyni pul, taksi, pul. Hammasiga yegashga chiqqan, hammasiga pul ketadi. Pul degan. Sizning ko'zingiz pulda boshqa narsa turmanda? Qachondan boshlab puling bo'yicha buzilib ketdingiz? Ha? Men pul buzilib ketibmanmi? To'g'ri. Men pul buzilib ketdim. Üstümdeki mush kiyimmi? Boshqalar kiyib qo'yib azam balo sotgan kiyimlar. Uyimizdagi turmush buyumlarni arzankan deb olgan. Meni ishlatgan ash girim buyumlarimni sinoq qo'ymayman. Teshib chiqib meni olsam bir tal olmanim ortiq olamayman. Acaba men yana pulga shunchalar ochma? Ha? Acaba bizning bu qiyinchilikda o'tgan kunlarimiz baxtli o'tganiga Men baxtli emas. Men siz bilan chapatassam bo'ladi. Lekin balamiz bunga bardoshlik beramaydi. Bala? To'g'ri. Mening bo'yimda qolibdi. Lekin men bu balani olmaslikni o'ylashdim. Balani tug'ing. Ikkimiz boqayli. Adil biz to'y xatolaylik, ha? Nimaga baqsa? Mush ijaradan to'layamga uyan olamma? Ha? Yoki seni hali oqmasa qana shirksinlarmi? Yoki mushu necha yildan beri setish chadamaga qolib yotiramanmi? Men bundoq turmushdan jiq to'ydim. Bo'ldi biz ayrilib ketaylik. Balani ishini men o'zim qilaman.最后我都不敢抬头看，仿佛我的天空失去了颜色。从那一天起，我忘记了呼吸，眼泪啊，永远不再哭泣。Yetti yildan keyin. Nega keldingiz? Men mush bog'chida. Ma'qul men saqlab turay. Aka mening og'zim ichib turing a. Umoq bola. Siz o'zingiz yolg'iz keldingizmi? Apangiz dadangiz-chi? Baba, men siz ijroiya bormi dedim-ku. Mushtikasiz qilma qilma. Rahmat. Qizingizmi? Qizim, o'zingizning necha yoshga kirganini ma'lum deb tursiz-ku? Ha? 5 yoshga kirdik. Keldingizmi? Bu yoq Nafisa. Farizat, menga ayolim. Bo'ldi. Hamsi biz ma'g'ash turaylik. Ya. Apa men 6 yosh to'sam mishkimin 5 yosh deysiz. Apangiz unutqa qolib qolibdi. Siz 6 yoshga kirdingiz. 当黑夜问白天，能不能赦免灰色的人间？别交换白日